ertaga ham sumka tiqilib qoldi. Qancha himoya bo'lsa shuncha yaxshida. Har qalay bolalarni yetkazib olib chiqish ham o'zi bo'lmaydi. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hormang. Ammo bir shu Taqsir yaxshi. vaqtdan foydalanib qo'yib salomlashib Rahmat. Yangi yillar bilan tabriklaymiz Eshmurat aka. O'zingiz ham. Sizga sihat, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Farzandlaringiz, bolalaringizga baxt, saodat, qizlaringizga, kelin po'shaga hammasiga salom aytib qo'yasiz. Albatta. Tabriklab qo'yasiz. Oynai jahonda ko'rganimdan juda xursandman. Indamay, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Domlalarning hammasiga, sovet a'zolariga Qozog'istondan katta salom. Albatta, rahmat. Ishtirok etaman. Biroz o'zim ham sevishchilar bo'ladi, shunda ham ko'rsatib qo'yib eshitib turaman hammasini. Rahmat. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisizlar, o'zingizlar yaxshimisizlar? Bayramlaringiz bilan kelayotgan. Rahmat. Oilani tabriklayman. Ishlaringizga omad. Rahmat, salomat bo'ling. O'zingiz ham sog' bo'ling, salomat. Ishlaringizga rivoj tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik ukajon. Kelin po'shalarga hammasiga salom aytib qo'ying. Rahmat. Albatta, salomat bo'ling. Hammasi bor. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli sayyohat a'zolari. Ilohim hammanglar mana ko'rishimga, mana yangi yildan oldin mana hammamiz mana ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz. Ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mamlakatimiz gullab yashlasin, prezidentimiz omon bo'lsin. Hammanglarda uylarda ishqilib tinchlik, omonlik bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Ishlarimizga bundan buyog'i hamma vaqtga nima dedi Xudoyim rivoj bersin. Endi hurmatli o'rtoqlar, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti fan va taraqqiyot davlat muassasasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning masalan 05-02-01 mashinasozlik va materialshunoslik, quymachilik, materiallarga termik va bosim ostida ishlov berish, metallarga qora rangli va noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligi bo'yicha ilmiy kengash majlisini ochiq deb e'lon qilamiz. Hozir endi 19 ta odamdan 18 tasi hammasi qatnashyapti. 19 ta odam qatnashyapti ekan. Yarmidan ko'pi mana oldimizda o'tiribdi, qolganlar onlayn bo'yicha. Hurmatli o'rtoqlar, endi kun tartibi bilan yana bir tanishtirib chiqaman, qo'lingizda bo'lsa ham. Endi kun tartibi shundan iboratki, masalan, misol Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti fan va taraqqiyot davlat muassasasi tadqiqotchisi Yunusalieva Kamola Isakjanovnaning gaz va suyuqlarni tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklida g'ovakli o'tkazuvchan materiallarni olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusida 05-02-01 materialshunoslik mashinasozlikda materialshunoslik, quymachilik, metallarga termik va bosim ostida ishlov berish, qora rangli va noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining himoyasidir. Ish bajarilgan tashkilot Toshkent davlat texnika universiteti fan va taraqqiyot davlat muassasasi. Ilmiy rahbar Qarshiy Mamarayim texnika fanlari doktori dotsent.
rasmiy opponentlar Norxo'jayev Fayzulla Ramazonovich, texnika fanlari doktori, professor, mana shu yerda o'tiribdilar o'zlari. Demak, yana Aliqulov Doniyor Baxtiyorovich, texnika fanlari doktori, professor. Shu ham qatnashyapti shekilli. Zoomdan, ha. Yetakchi tashkilot Qarshi davlat texnika universitetidir. Hurmatli o'rtoqlar, demak, kun tartibiga qanaqa munosabat bildirasizlar? Tasdiqlansin, ma'qullash, qo'l ko'tarib ovoz berasizlar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, endi birinchi masalamiz bo'yicha tadqiqotning shaxsiy varaqalaridagi materiallar bilan tanishtirish uchun ilmiy kotibamiz Muqaddasxonga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Ruxsat bersangiz, tadqiqotchi Yunusaliyeva Kamola Isakjanovaning tarjima holini o'qib eshittirsam. Yunusaliyeva Kamola Isakjanova 1991 yilda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar ziyolilar oilasida tug'ilgan. Tojik, ma'lumoti oliy. 2010 yilda Toshkent tibbiyot akademiyasi bakalavriatga o'qishga kirib, 2013 yili o'qishni tamomlagan. 2019 yilda Toshkent kimyo texnologiya institutining magistratura bo'limiga o'qishga kirib, 2021 yilda oziq-ovqat xavfsizligi mutaxassisligi bo'yicha o'qishni tamomlagan. 2020-2022 yillarda Toshkent kimyo texnologiya institutining oziq-ovqat sanoati, mashina va jihozlar mexanikasi kafedrasi laboranti lavozimida faoliyat yuritgan. 2022-2024 yillarda Fan va taraqqiyot davlat muassasasining tayanch doktoranti bo'lib, bu davrda 05-02-01 mashg'ulotli materialshunoslik, quymachilik, metalllarga kirish va bosmasda ishlov berish, qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligi bo'yicha gaz va suyuqliklarni tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklda og'irlik o'tkazuvchi materiallar olish texnologiyasi ishlab chiqish mavzusida texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olib, dissertatsiya ishi yuzasidan izlanishlar olib borgan va dissertatsiya ishini shakllantirgan. Shu kungacha dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 22 ilmiy ish chop etilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyasining asosiy binosi chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 16 ta ilmiy maqola, shulardan 15 ta respublika va bitta xorijiy jurnalda nashr etilgan. Xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy anjumanlarda 6 tez chop etilgan. Ushbu dissertatsiya ishi Fan va taraqqiyot davlat muassasasida ilmiy texnik kengashda muhokama etilib ijobiy baholangan va Fan va taraqqiyot davlat muassasasi huzuridagi ilmiy darajali beruvchi CSC 03/30-12-2009 kadrovda 0301 raqamli ilmiy kengash qoshida ilmiy seminarda muhokama etishga tavsiya etilgan. Fan va taraqqiyot davlat muassasasi huzurida ilmiy darajalar beruvchi CSC 03/30-12-2009 kadrovda 0301 raqamli ilmiy kengash qoshida ilmiy seminarda muhokama etilib, ilmiy kengash tomonidan himoyaga tavsiya etilgan. Yunusaliyeva Kamola Isakjanova oilali, bir nafar farzandning onasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli o'rtoqlar, ilmiy kotibaga savollar bormi? Yo'q. Ilmiy kotibaga savollar yo'q bo'lsa, demak hozir so'z dissertatsiyaning asosiy mazmunini gapirib berish uchun sayt katilimiz Yunusaliyeva Kamola Isakjanovaga beramiz. Kamolaxon, keling. Shoshilmasdan, bemalol, yaxshilab gapiraverasiz, xo'pmi? Sanjar. Sanqinlar ochkim olib ketdi. Assalomu alaykum. Bugungi dissertatsiyani gaz va suyuqlikdan tozalash uchun tebranish shaklida qatlam shakldagi og'ir o'tkazuvchi materiallar olish texnologiyasini ishlab chiqarish mavzusidagi dissertatsiyani masalan, dolzarbga keladigan bo'lsak, shu qilingan adabiyot asarlari shuni ko'rsatadiki, dunyoda metallurgiya, mashinasozlik sohasidagi suyuqlik va gazlarni tozalash qoidalarini qo'llanan keskin qonuniga bo'yicha o'zgarib boruvchi anisotrop strukturali og'irlik o'tkazuvchi materiallar bitirlarga bo'lgan talab sari oshib bormoqda. Suhbatga olingan izotrop strukturali bo'laklarning ekspozitsion xususiyatlari past bo'lganligi uchun masalan, o'tkazuvchining qobiliyati va darajalar hisoblangan.
Hop, anisotrop struktura filtr o'tkazuvchi qobiliyati yuqori hamda suyuqli gazlarni tozalashda tarkibidagi o'ta kichik zarrachalarni ushlab qolish qobiliyati qiyin bo'lganligi uchun suyuqli gazlarni tozalashda anisotrop struktura o'tkazuvchi materiallardan foydalangan. Muammoni o'rganganlik darajasiga keladigan bo'lsak, dissertatsiya bo'yicha xorijiy ilmiy tadqiqotlarni shahri anisotrop struktural filtr xususiyatlari oshirish bo'yicha AQSh, Yaponiya, Germaniya, Avstraliya, Belorussiya hamda materialshunoslik institutlari ilmiy ish olib borishmoqda. Chet el olimlaridan ushbu masala bo'yicha Andreevskiy, Belov, Vitis, Roman, Karsevich, Ilyushenko, Pleniyevichlar. O'zbek olimlaridan akademik Nigmat Sadikovich, professor Markov hamda Nurxo'jayev, To'raxo'jayev, Turman Karshiklar bu ish ustida ish olib borishmoqda. Tadqiqot maqsadiga keladigan bo'lsak, tebrama harakat aslida qavat yuqori eksploatatsiya xususiyatlari anisotrop struktural filtr olish texnologiyasi ishlab chiqish, tadqiqot vazifalarida esa qo'llaniladigan tebrama harakat filtr materiallar filtr olish hamda xorijlarni joylashish, o'zgarish va boshqarish samarali usul ekanligi nazariy ishlarga asoslash. Metod qo'llanib tebrama harakat filtrlar ko'p qatlamli o'tkazuvchi materiallar filtr olishda xorijlarni joylashishni o'zgartirish va boshqa qonuniyatlar aniqlash, texnologik jarayonlar, oqson maqbul rejim o'rnatish aytilgan. O'tkazilgan nazariy amaliy tadqiqotlar asosida metod qo'llaniladi tebrama harakat ta'sir etilib, ko'p qatlamli yuqori eksportli g'oyaviy o'tkazuvchi materiallar hamda filtr olish texnologiyasini ishlab chiqish. Ilmiy ishlar natijalari sanoatda ishlab chiqarishga qo'llash hamda tatbiq etish qo'llaniladi. Tadqiqotda foydalanilgan asosiy uskunalari ko'rsatib o'tilgan skengiz. Tadqiqotda foydalanilgan asosiy uskunalarini davomi keltirib o'tilgan. Filtr olishda kukun zarrachalarni aralashma tebrama harakat ta'sir etilib, orqali struktura boshqarish jarayonini nazariy asoslash. Ya'ni bunda biz tabiiy jarayonga keltirdik, zonaga bo'lindik. Birinchi, ikkinchi hamda uchinchi zonalarga bo'lingan. Birinchi zona oralida zarrachalarning bo'lishi hamda segregatsiya hosil bo'lishi. Ikkinchi zona esa kattalik massasi bo'yicha bo'linish sodir bo'ladi. Birinchi zonada esa zarrachalar intensiv aralashishdan qaynash hamda mikrokipeniya sodir bo'ladi. Bizga eng qiziqlik zonasi bu ikkinchi zonani oldik. Har bir o'lchamli metal kukunlari zarrachalarning tebrama harakat ta'sirida bo'linish segregatsiya sxema tarzida kesiladi. Press formaga parashyutlarni tushish sxemasi. Har bir markali metal kukunlar tebranish davrida press formaga tushish kinetikasi. Bronza kukuni zarrachalari minimal bo'linishi vaqtiga mos keladigan tebranish parametrlari keltirilgan. Chastotasi bu yerda tezlanishi amplituda 35 metr sekund kvadratda aniqlangan. Tebrama harakat ta'siri yuqori eksploatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan filtr ishlab chiqarish eksperimental tadqiqotlari, ya'ni bunda bronza 11 markali kukunlarning fizik-kimik xotiralariga kukunlar o'lchamlari mikronda, kimyoviy tarkibi hamda miqdori keltirilgan. Kukun o'lchamlari mikronda fizik xotiralariga eng kichik mikroni 40 dan 50 gacha mikron bo'ladi, eng kattasi 1200 mikrongacha bo'ladi. Bronza markali bronza kukunlar texnologik jarayonlari tablitsada nanometrik zichligi, solishtirma yuzak hamda kukunlar erkin turgan holatdagi tebranishdan keyin kukunlarni erkin turgan holatdagi tebranish hamda oquvchanligi bo'linadi. Texnologik xotirani aniqlashdan maqsad bu aniqlanadi. Xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bu omil qiymatlarni variatsiyasi, omillar hamda variatsiya darajasi.
Regressiv tenglama asosida o'rtacha faollik bu DP 20 mikron bo'lgan mexanik mustahkamlik xatti belgilangan. Qiymatda o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti samaradorlik parametrlarini qavat qolipga suvda maksimal qiymatlarni topish nomogrammatik yashirilgan formuladan Shuni yo'q, keyingi so'z qildim. qiymat o'tkazuvchalik koeffitsiyenti samaradorlik parametrlarini qavat qolipga qoliplash usuli lokal maksimal qiymatlarni topish nomogrammasi keltirilgan. Texnologik jarayon optimum parametrlari hamda aniqlashdagi tajriba bosqichlari. Qatlamlari birinchi qatlam kukunlar, ikkinchi qatlam kukunlarga bo'linadi. Bu kukunlardan farqlanishi birinchi qatlam kukunlari mikrondan 1250 mikronga to'g'ri keladi. Ikkinchi qatlam kukunlari esa 200 dan 315 mikronga to'g'ri keladi. Qolipga kukunlarni ketma-ket solish tebrama harakat tasvir etib yuqori xususiyatga ega bo'lgan filtr olish texnologiyasi va keltirilgan, ya'ni metall kukunlarni tanlab olamiz hamda o'z xususiyati ikkiga bo'linadi. Katta o'lchamli kukunlarga hamda kichik o'lchamli kukunlarga bo'linadi. Kukunlar tanlab olingandan keyin ilish amalga oshiriladi. Kerakli o'lcham kukunlari tanlanadi. Qolipga kukun ketma-ket joylashtiriladi. Tebrama harakat parametrlari yordamida segregatsiya holati mahsulot shakllantiriladi. Mahsulotni kuydirib pishirish hamda mahsulotni kuydirib pishiriladi, mahsulot amalga oshiriladi. Markali qishloq xo'jaligi ekinlariga ishlov berish, traktor dvigatellarida takomillashtirilgan havo tozalash filtrlari, filtr elementlari keltirilgan. Bunda qavatda birinchi qavatda chiqaruvchi o'lchamlari 2 mikrondan 1250 mikronga to'g'ri keladi. Hamda bunda grammda ajraladi. Yana rasmda ko'rsatilgan. Xo'p, bronza 11 markali bronza kukunlarida an'anaviy usulda hamda qolipga kukunlarni ketma-ket solish, tebrama harakat tasvir etib yuqori eksploatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan TTT 11 markali traktor dvigatellarida havo tozalash filtrlari eksploatatsiya xususiyatlari mutaxassislar jadvali, asosiy xususiyatlari hamda an'anaviy usulda yangi usullarda aniqlangan. Asosiy xususiyatlari o'rtada borligi, o'tkazuvchanlik, samaradorlik parametrlari, koeffitsentlari hamda teskari yo'nalishda tozalash ko'rsatkichlari, mexanik mustahkamliklari aniqlangan. Asta. Shunday qilib jadvalda bronza 11 markali bronza kukunlarni qolipga ketma-ket solish hamda tebrama harakat tasvir etib yuqori eksploatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan TTS 11 markali traktor dvigatellarida havo tozalash filtrlari eksploatatsiya xususiyatlari an'anaviy usulda olingan filtr ko'rsatkichlari bilan taqqoslanganda olingan filtr o'tkazuvchalik koeffitsiyenti, mexanik mustahkamligi, samaradorlik parametrlari 2 barobarga oshganligi hamda tozalash ko'rsatkichlari 2 barobar kamayishiga erishilganligi, havo tarkibidagi qattiq zarrachalarni yig'ish qobiliyati 3 barobarga oshganligi, filtrda ishlash muddati 8 yildan 10 yilga uzaytirilganligi aniqlandi. Filtr elementlar tashkil etilayotgan usulda bronzadan tashqari yuqori legirlangan po'lat, titan hamda titan kukunlaridan ham tayyorlangan. Yuqori legirlangan po'lat kukunlardan tayyorlangan TTS 11 markali traktor dvigatellarida hamda yoqilg'i filtr elementlari tebrama harakat ta'sirida qavat yuqori eksploatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan anizotrop struktural filtr. Filtrimizni qalinligi 3 cm, balandligi 3 cm hamda qalinligi 0,5 cm bo'lgan. Jadvalda asosiy xususiyatlar o'rtacha faollik, o'tkazuvchilik koeffitsiyenti, samaradorlik parametrlari.
Chevrolet hareket ta'siri ertarilib, yuqori ekspluatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan TTS-11 rusumli qishloq xo'jaligi ekinlariga ishlov berish, traktor dvigatellar 20 dona yog'li filtr elementlar ishlab chiqarishga tatbiq etish, olingan iqtisodiy samaradorligi xronometrik hisoboti hamda xarajatlar normlanishi, o'lchov birligi, soni, narxi, summasi keltirib o'tilgan. Adversiz xulosalarini o'qib Marhamat. Qolipli metal ketma-ket solish, tebranma harakat ta'sir etilib, filtr olishda olingan joylashishni o'zgartirish hamda boshqarish samarali usul ekanligi nazariy jihatdan asoslab amaliy jihatdan isbotlandi. Tebranma harakat ta'sirida metal kular o'lchamlari shakli og'irligiga qarab, ularning zichlanishi, bo'lishi, segregatsiya, qaynash orqali zonalar aniqlandi. Qolipli metal kularni ketma-ket solish, tebranma harakat ta'sir etilib, filtr olish, tebranma harakatining optimal rejimlari, kularning o'rtacha o'lchamlari, og'irliklari, o'rtacha og'irligi, qatlamlari, balandliklari hamda optimal qiymatlari aniqlandi. Qolipli metal kularni ketma-ket solish, tebranma harakat ta'sir etilib, yuqori ekspluatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan filtr olish texnologiyasining optimal parametrlari aniqlandi. Qolipli metal kularni ketma-ket solish hamda tebranma harakat ta'sir etib, yuqori ekspluatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan filtr olish texnologiyasi ishlab chiqarishga tatbiq etildi. Ishlab chiqarilgan texnologiya olingan filtr o'tkazuvchilik koeffitsiyenti tozalash ko'rsatkichi 3 barobarga oshganligi, mexanik mustahkamlik samaradorligi 2 barobarga oshganligi hamda yotoqli tarkibidagi qattiq zarrachalarning yig'ish qobiliyati 3 barobarga oshganligi, filtr ishlash muddati 8 yildan 10 yilga uzaytirilgani aniqlandi. Ishlab chiqarilgan texnologiya Farg'ona viloyati Qo'y tumani Qo'ymashtex TTS-11 rusumli traktor dvigatellardan yoqilg'i filtr tatbiq etilgan, quyidagi ishlab chiqarish ekspluatatsiya xarajatlari kamaydi, filtr uzoq muddat ishlash ishonchligi ortdi hamda filtr tayyorlashga ketadigan materiallar ko'p qismi qisqartirildi. Texnologik jarayonlar vaqti 2 barobarga qisqarganligi, ekologiyada zararni, havo tarkibidagi zararni oldini olindi. Natijada respublikamizda import qilinayotgan qimmat narxli filtrlarning zaxirasi kamayishiga olib kelindi. Iqtisodiy samaradorligi TTS-11 rusumli qishloq xo'jaligi ekinlariga ishlov berish, traktor dvigatellarda 20 dona yoqilg'i filtr elementlar tozalash hamda filtr elementlar ishlab chiqarishga tatbiq etildi. Ko'p qilib oladigan bo'lsak, tan narxi 12.314 so'm tashkil etdi. Mavzu tugadimi? Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, mana doklad tugadi. Kimda qanday savollar bo'lsa, marhamat. Texnika fanlari doktori professor Abid Nodira Saidjonovlar. Marhamat. Ishning yangiligi bu press formaga har xil qo'llarni qavatma-qavat solish hamda tebranma harakat ta'sir etilib, qo'llarning strukturasini boshqarish hamda yuqori ekspluatatsiya xususiyatiga ega bo'lgan og'ir o'tkazuvchi materiallar olish texnologiyasi. Ikinci savol, aytdingizki, nima chiqindilar ishlatildi xomashyo sifatida, qaysi chiqindilar nazarda tutyapsiz? Savol uchun rahmat. Ishlab chiqarishni O'zbekistonda kabel zavodidagi chiqindilardan hamda akkumulyator kabel zavodida elektrotexnika chiqindilari hamda akkumulyator chiqindilaridan chunki akkumulyator chiqindilaridan foydalandik. Chunki bronza bo'lgani uchun tarkibida 90%imiz 10% qo'rg'oshindan iborat bo'lgani uchun. Marhamat. Texnika fanlari doktori, katta ilmiy xodim Yo'lchiyeva Suraya Bahramova. Savol uchun rahmat. Ularda ham anizotrop kulturali havo o'tkazuvchi vibratsiyada amalga oshirilgan. Ularning bilan farqida shuni og'irlik kuchini yengil katta parashyut yuqoriga ko'tarilgan. Ya'ni bizda 140 Hz bilan 65 amplitudasi 35 metr kvadratda farq qiladi. Ularda esa 405 Hz farq qiladi. Gerekli savol, metal kulardan foydalanilsin.
metal kukunlari juda to'g'riga ketganki, kita hozir Yo'q, biz metal kukunlarni tayyor holatda olib chiqmaymiz. Marhamat, texnika fanlari doktori katta ilmiy xodim To'laganova va sizlar sunnatilayimlar. Marhamat. ana materiallarni olasiz, to'g'rimi? Biz olasiz. Tadqiqotlar qanday qonuniyatlar yaratilganiga aniqlaymiz. Savolim uchun rahmat. Biza boyagina saytda Qonuniyat. Nishoniyat ham. slaydimizni mana ko'rsatilgan birinchi, ikkinchi hamda uchinchi zonaga bo'lib o'rganganmiz. Shu qonuniyatni yaratdik. Bizga kerakli bo'lgan zona ikkinchi zona hisoblanadi. Bu zonada esa Marhamat, yana savollar bormi? Qanday oldingiz? Nima qiladi? Salom berishman. texnologiya joriy qilgan. Yana slaydlar keltirildi. Yana Texnologik sxema. meta mana Gapirib bering, mana shuni batafsil so'rayapman. meta bo'lish materiallar tanlab olinadi. Katta o'lchamli kukunga hamda kichik o'lchamli kukunga bo'linadi. Keyin tanlab olingan kukunlarni eliymiz. Kerakli o'lchamli kukunlarni tanlab olib kukunlarni kechma-kech holat kuzatiladi mahsulotda. Mahsulotni kuydirib pishirib, mahsulotni eksportga hujjatlarini aniqlaymiz. Marhamat, kimda qanday savollar? Texnika fanlari doktori professor Tolib Nig'matli Hamdullayevich. Marhamat. Avvalgi filtrlar yaratib, ularni faktorlarga ulanasiz. Buni boshqa ichki dunyoda qo'llash mumkinmi yo'q? Savol uchun ishlab chiqargan texnologiya bo'yicha oziq-ovqat sanoatlarida suv ishlab chiqarish, havo tarkibidagi changlarni ushlab qolish hamda metallurgiya qimmatbaho noyob metallar changlarni tutib qolishda, neft gaz sanoatida gaz, neftni tozalash gazlari, kimyo sanoatida har moddalarni ajratishda biz qo'llaymiz. Aytishimiz kerakda. Marhamat. Ovoz uzilyaptimi yoki birga uzilib qolyaptimi? Ovoz to'g'ri. Chiqarish kelajagida Chirchiq shahrida gaz bog'lar bor hamda foydalanuvchi vodovod gaz qazozda olmayotgan mahsulotlar tanlash hamda Marhamat, yana savollar bormi? Bo'lmasa manda bitta savollar bor edi. Mana ishingizning amaliy ahamiyatini tushuntiring. Savol uchun rahmat. Ishimiz amaliy ahamiyatiga keladigan bo'lsak, olingan mahsulotlar traktorsozlikda ichki yog'och yigitlar, moy tozalash filtrlari, bundan tashqari texnologiya moylar tozalashda oziq-ovqat sanoati, neft gaz sanoatlarida ham, ichimlik suvlarida ham qo'llashimiz amaliy ahamiyat. Ishida o'zining bir iqtisodiy samaradorligi bo'ladi. Mana shu sizda ham iqtisodiy samaradorlik olingan. Shunga qanday erishdingiz? Nimaning hisobiga? Biz taklif qilinayotgan texnologiya bo'yicha olingan filtrimiz 5-7 kilometr bo'ladigan bo'lsa, biz ishlab chiqargan
kilometr o'z ichiga oladi hamda tayyorlangan filtrimiz faqat 10 yilga uzaytirilganda Bo'lmasa endi doklad tugadi. O'tiring. Hozir reglament bo'yicha savol-javoblardan keyin tadqiqotchilik rahbariga beramiz. Raif Sanayevich. To'g'rimilar? U kishining bergan taqiqlari ijobiy. Ha, Mamoron aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tadqiqotchimiz bo'yicha bir o'zlaringizni fikrlaringizni bildiring. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli bugungi ilmiy kengashimizda a'zolari hamda hurmatli Zoomda qatnashayotgan professorlar, mehmonlar, hammanglarni fursatdan foydalanib kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy baxt, ilmiy va pedagogik ilmiy ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringiz Alloh taolo hamroh bo'lsin. Endi bugungi dissertantimizga keladigan bo'lsak, Yunusalieva Kamola Isakjanovna men 2019-yildan beri bilaman. Toshkent kimyo texnologiya institutida ishlab yurgan paytimda dotsent bo'lib, u kishi qo'limda ichimlik suvlarini tozalash bo'yicha juda bir chiroyli ish qilganlar. Mana shu ichimlik suvini tozalash bo'yicha yana undan tashqari havoni tozalash, undan tashqari o'sha yerdagi har xil oziq-ovqat sanoatidagi soklarni tozalash bo'yicha juda chiroyli bir dissertatsiya ishini tugallab, mana o'zimizga 2000-yillardan boshlab 2021-24-yillarda mana doktoranturaga kirib, mana hozir qishloq xo'jaligi mashinalari, ayniqsa avtomobil sozlik, traktor sozlikda ishlatiladigan demak havo hamda yoqilg'i, moy filtrlarini demak olish bo'yicha ilmiy ishni mana tugalladilar. Endi u kishining o'zini demak qirralariga keladigan bo'lsak, juda ham kamtarin, o'zini o'rtoqlari, dugonalarini orasida obro' e'tiborga ega, kollektiv hurmat qiladi. Biron bir agar ish buyuradigan bo'lsangiz, o'sha ishni sidqidil bilan bajarib keladi. Endi mana mahallada ham eshitamiz, o'ziga yarasha ibratli oila sifatida qattiq hurmat qilishadi. Men yana nima demoqchiman, qo'shimchasiga bu ish oxirgi ish emas. Mana yaqinda yurtboshimiz Toshkent shahri atrof muhitini tozalash bo'yicha qaror qabul qildi. Bu faqatgina Toshkent shahri emas, butun O'zbekistonimizga tegishli. Bu yerda kimyo sanoati, bu yerda oziq-ovqat sanoati, yengil sanoat, metallurgiya va boshqa sohalarimiz bor. Mana shu sohalardan chiqayotgan chiqindilarni tozalash, umuman olganda filtrlash masalalari bo'yicha doktorskiga ilmiy ish qilmoqchilar. Meni xursand qildiradigan joyi ham shundan iborat. Shu uchun ham bu masala juda jiddiy va dolzarb deb o'ylayman. Shuning uchun bugungi kengash a'zolaridan sizlarni shu ishni qo'llab-quvvatlashlaringizni juda istab qolardim. Salomat bo'linglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Yillarni yaxshi kutib olib, bunaqa shogirdlarni ko'proq chiqarishingizga tilakdoshmiz. Katta rahmat sizga. Sog' omon bo'ling. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ishimizni davom ettiramiz. Ish bajargan tashkilot, ilmiy kengash boshida tashkil etilgan ilmiy seminar, yetakchi tashkilot va avtoritetlarga kelgan tahdidlarni o'qib eshitish uchun ilmiy muqaddas Eroniylarga rahmat. Rahmat onajon. Taraqqiyot davlat muassasasi qoshidagi ilmiy texnik kengash va ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarlar portaliga va tashkilotimizning veb-saytiga joylashtirilgan. Fan va taraqqiyot davlat muassasasi huzurida ilmiy texnik kengash yig'ilishining 40-21 sonli bayonnomasi qaror qiladi. Bunga ko'ra, dissertant Yunusalieva Kamola Isakjanovaning 05.02.01 Majlisda metrososiya quymachilik metallarga termik bosma hisob berish, qora rangli va noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligi bo'yicha gaz va suyuqliklarni tozalash uchun tebranish ta'siridan qat'iy shaklda raqobat o'tkazuvchi materiallarni olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusiga
Texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishni tayyorlagan dissertatsiya ishining dolzarbligi, nazariy va amaliy ahamiyati, olingan natijalarning yangiligini hisobga olgan holda Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Fan-u taraqqiyot davlat muassasasi huzurida ilmiy darajali DSC 03/12/2019 kadrovda 001 raqamli ilmiy kengash tomonidan ilmiy seminarda muhokama etish uchun himoyaga qabul qilishga tavsiya etilsin. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Fan-u taraqqiyot davlat muassasasi huzurida ilmiy darajali beruvchi DSC 03/12/2019 kadrovda 001 raqamli ilmiy kengash boshida ilmiy seminar yig'ilishning 15-sonli bayonnomasida qaror qiladi. Bunga ko'ra, tadqiqotchi Yusali va Kamoliy Isakjonovaning gaz va suv bilan tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklidagi obaqli o'tkazuvchi materiallarni olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishni tayyorlagan dissertatsiyaning dolzarbligi, nazariy va amaliy ahamiyati, olingan ilmiy natijalarning hisobga olingan holda 15/02/01 mashg'ulot metroshunoslik, qo'ymachilik, metallarga termik bosma ushlab berish, qora metallarga bo'yicha Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti tarafidagi Fan-u taraqqiyot davlat muassasasi huzuridagi ilmiy darajali beruvchi DSC 03/12/2019 kadrovda 001 raqamli ilmiy kengashga himoyaga tavsiya etilsin. Rasmiy abonentlar sifatida texnika fanlari doktori professor Nazarxo'jayev, Fozilova Ramazanova ilmiy kengash a'zosi, texnika fanlari doktori professor Xalipulov Danir Baxtiyorovich, Olmaliq davlat texnika instituti kafedra professori hamda yetakchi tashkilot sifatida Qarshi davlat texnika universiteti tavsiya etiladi. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Fan-u taraqqiyot davlat muassasasi tadqiqotchisi Yusali va Kamoliy Isakjonovaning gaz va suv bilan tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklidagi g'obakli o'tkazuvchi materiallarni olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi 15/02/01 mashg'ulot metroshunoslik, qo'ymachilik, metallarga termik bosmasini ishlab berish, qora rangli va noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligidan texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishni tayyorlagan dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilotning taqrizi. Ushbu taqrizda tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati, tadqiqotning ilmiy yangiligi, tadqiqotning amal natijalari va tadqiqot natijalarining joriy qilinishi, tadqiqot natijalarining e'lon qilinganligi batafsil yoritilgan va ish yuzasidan turli kamchiliklar keltirilgan. Birinchisi, dissertatsiya ishida tadqiqot natijalariga ko'ra olingan yakuniy mahsulotni ichki yonib dvigatellardan tashqari yana qaysi sohalarda qo'llanishi mumkinligi bo'yicha tajriba sinov natijalari yoki tavsiyalar keltirilmagan. Ikkinchisi, dissertatsiya ishining yakuniy natijalariga ko'ra apparatlar zanjir sxemasi ishlab chiqilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki texnologik jarayonda qanday usuldan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar berilmagan. Uchinchisi, boshqa shakldagi metall kukunlaridan mahsulotlar olishda ularning texnologiyalari batafsil yoritilmagan. To'rtinchisi, filtr elementlarini olishda press forma materiali qanday materialdan qilinganligi keltirilmagan. Beshinchisi, olingan materialdagi g'obaklarning shakllanishi va turlari haqida ma'lumotlar to'liq izohlanmagan. Dissertatsiya yozilishida ayrim stilistik hamda grammatik xatoliklar mavjud. Xulosa, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Fan-u taraqqiyot davlat muassasasi tadqiqotchisi Yusali va Kamoliy Isakjonovaning gaz va suv kuylarini tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklidagi g'obakli o'tkazuvchi materiallarni olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi 05/02/01 mashg'ulotda metroshunoslik, qo'ymachilik, metallarga termik bosmasini ishlab berish, qora rangli noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligidan texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi yakunlangan ish bo'lib, ishning dolzarbligi va zaruriyati asoslangan, tadqiqotning maqsadi va asosiy vazifalari tavsiflangan. O'zbekiston Respublikasi fan va texnologiyasini taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlariga mosligi ko'rsatilgan, tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati ochib berilgan, tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish, chop etilgan ilmiy ishlar va dissertatsiya yurishi bo'yicha ma'lumotlar to'liq aks ettirilgan. Dissertatsiyada keltirilgan tadqiqot natijalari va xulosaning aniqligini hamda asoslanganlik darajasini qayd etgan holda ko'rsatilgan ish zamonaviy tadqiqot va tahlil usullaridan foydalangan holda yuqori ilmiy tadqiqot darajasida bajarilgan. Ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar yetarli darajada asoslangan hamda isbotlangan. Dissertatsiya ishi yuqori saviyada bajarilgan bo'lib, dolzarbligi va zarurati, ilmiy yangiligi, nazariy va amaliy ahamiyati, olingan natijalarning ishonchliligi va joriy etilishi, tuzilishi hamda e'lon qilinganligini ilmiy ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'ygan tadbirga mos keladi va talabgor Yusali va Kamoliy Isakjonovni 05/02/01 mashg'ulotda metroshunoslik, qo'ymachilik, metalllarga termik bosmasini ishlab berish, qora rangli va noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligi bo'yicha texnika fanlaridan falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Fan-u taraqqiyot davlat muassasasi ilmiy darajali beruvchi CSC 03/12/2019 kadrovda 001 raqamli ilmiy kengashdan himoya qilishga tavsiya etiladi. Dissertatsiyaga ishiga taqriz va avtoritet Qarshi davlat texnika universitetining ilmiy seminarida muhokama etilgan hamda Qarshi davlat texnika universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, texnika fanlari doktori professor Uzoqov tomonidan tasdiqlangan. Endi ushbu ishning avtoritetga kelgan taqrizlarni faqat
kamchilik qismini kurashtirsam. Ushbu ishning hafta referatiga tashqari 6 ta taxlasi kelgan. Shundan ikkita tashqaridan birinchisi Berlin Texnika universiteti professor Miraboz Xo'jaberdiyev tomonidan taqdim berilgan taqdim ijobiy quyidagi kamchilik keltirilgan. Работы не приведены методы и технологии, обеспечивающие высококачественное испекание компонентов, изготовленных из порошков высоколегированной стали и титана. Второе. В работе не указана высота своего изделия, изготовленных из порошков высоколегированных стали и титана. Buxoro davlat universiteti professori Omonov tomonidan taqdim berilgan taqdim ijobiy quyidagi kamchiliklar keltirilgan. Taklif etilayotgan texnologiya bo'yicha silindr shaklidagi filtr elementlarini olish qiyinchilik tug'diradi. Bu silindr shaklidagi filtr elementlarini qanday qilib olinganligi batafsil yoritilmagan. Ikkinchisi, filtrlar olishda ishlab chiqarish chiqindilari va ikkilamchi xomashyodan foydalanilgan deyilgan, ammo aniq ishlab chiqarish chiqindilar turi ko'rsatilmagan. Uchinchisi, ishning yozilishida ayrim stilistik va grammatik отзыв старшего научного сотрудника лаборатории нанопроцессов и технологий ГНУ Институт тепломассы обмена имени Лыкова на Беларуси, кандидат доцент Мельниковой, положительно со следующими замечаниями. Первое. В авторитете не указаны методы и приемы, которые обеспечат качественный спекальный фильтр из порошков марки PHT18H9T. Второе. В авторитете не отражена высота слоя изделий из порошков титана. Toshkent davlat texnika universiteti Reagent texnikasi kafedrasi professori Ismatov tomonidan taqdim berilgan taqdim ijobiy quyidagi kamchiliklar keltirilgan. Tadqiqotning obyekti sifatida FTE markali titan kukunlardan foydalangan, ammo avtoriteratda bronzdan tashqari qolgan materiallarni olish texnologiyasi batafsil yoritilmagan. Tadqiqotda sferik shakldagi metall kukunlardan foydalanilgan, boshqa shakldagi kukunlar haqida ma'lumotlar keltirilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Toshkent davlat transport universiteti transport energetik qurilmalari kafedrasi mudiri dotsent Ahmadjonov tomonidan taqdim berilgan taqdim ijobiy quyidagi kamchiliklar keltirilgan. Yuqori legirlangan po'lat va titan parashyutlaridan mahsulot olganda sifatli kuydirib pishirish harorati ko'rsatilmagan. Ikkinchisi, tadqiqotning obyekti sifatida BT9 va PTE markali titan kukunlaridan foydalangan, ammo avtoriteratda bronzdan tashqari qolgan materiallarning olish texnologiyasi batafsil yoritilmagan. Avtoriteratda ayrim grammatik va stilistik xatoliklar mavjud. Andijon davlat texnika instituti avtomobilsozlik va transport kafedrasi dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori Sattarov tomonidan taqdim berilgan taqdim ijobiy kamchiliklar keltirilgan. Titan parashyutlaridan mahsulot olishda press forma materiali haqida ma'lumotlar berilganda bo'lar edi. Ikkinchisi, mahsulot olish etaplarida tebranma harakat parametrlari ko'rsatilmagan. Uchinchisi, ilmiy ishning yozilishida ayrim stilistik va grammatik xatoliklar mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Yetakchi tashkilot taqrizida va avtoriteratlarga kelgan taqrizlarda ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarga javob berishni so'z Yunus Ali va Kamol Afzaljonovlarga marhamat. Yetakchi tashkilot berilgan kamchiliklar o'z fikrimni quyidagicha bildirmoqchiman. Birinchi, dissertatsiya ishlari tadqiqot natijalariga ko'ra olingan yakuniy mahsulot ichki yong'in dvigatellaridan yoqilg'i tozalash filtrlaridan tashqari oziq-ovqat sanoatida, ekologiyada havoni tozalash hamda kimyo sanoatida suyuqli gazdan tozalashda metallurgiya qimmatbaho elementlarni ushlab qolish qo'llanilgan. Olinayotgan materiallar, ya'ni filtrlarni g'oylar tebranma harakat asosida inersiya kuchi og'irlik kuchini yengib, katta zarachalarni yuqoriga ko'taradi. Hamda zarachalar bo'linishi anisotrop strukturali holat o'tkazuvchi material yaratiladi. Dissertatsiya hajmi chegaralangan sababli asbob uskunalar xarakteristikasi keltirilmadi. Qolgan kamchiliklarga roziman. Taqdirlarga kelgan takliflar. Berlin Texnika universiteti professori Miraboz Xo'jaberdiyev tomonidan keltirilgan taklifga quyidagicha o'z fikrimni bildiraman. Tadqiqot ishimizda filtr materiallarni yuqori sifatli qilib pishirib kuydirish hamda texnologiyani dissertatsiyada batafsil yoritilgan, avtoriterat hajmi chegaralangan sababli chegaralanganligi uchun qisqacha keltirilgan. Ikkinchi savollarga yuqori legirlangan po'lat titan kukunlaridan tayyorlangan filtr materiallari
balandligi 3 santimetr hamda qalinligi 0,1 santimetrni tashkil etadi. Buxoro universiteti professori Amanov tomonidan berilgan taxris kamchiliklarga o'z fikrimni bildiraman. To'g'ri, birinchisi, to'g'ri silindrik hamda konussimon detallarni olish qiyin, lekin maxsus qurilma orqali olsa bo'ladi. Ikkinchi savollariga, ishlab chiqarish chiqindilari bu kabel zavodida mis hamda отходlar ishlab chiqarish strujkalaridan foydalanilgan. Toshkent davlat universiteti professori Sumat tomonidan berilgan taxrizga o'z fikrimni bildiraman. Birinchi savollarga, filtr materiallarining asosiy tarkibi bronza tashkil topganligi uchun avtoreferatsiya asosiy e'tibor bronza materialini olishga qaratilgan. Ikkinchi savollariga, sfera shaklidagi bronza qo'lning explutasion xususiyatlari yuqori bo'lganligi sababli yuqori bo'lganligi uchun shuni tanlab oldik ham chunki o'zimizda ishlab chiqarilganligi uchun. Keyingi taxrizimizga Belorussiya Milliy fanlar akademiyasi nomidagi institut hamda tomonidan berilgan taxrizga o'z kamchiliklariga o'z fikrimni bildiraman. Birinchi savollarga PF18H9T markali kundagi tayyorlangan kunni sifati, pishirib kuydirish usullari dissertatsiyada batafsil yoritilgan, avtoreferatsiya hajmi kam bo'lganligi uchun. Ikkinchi savollarga titan kukunidan tayyorlangan filtr materiallar balandligi 30 cm, qalinligi esa 0,5 cm tashkil etadi. Toshkent davlat transport universiteti dotsenti Ahmadjonov tomonidan berilgan kamchiliklarga o'z bildiraman. Birinchi savollarga yuqori legirlangan va titan parashoklaridan maxsus olingan sifatli kuydirib pishirish harorati 1250 hamda 1300 gradus bo'lganligini tashkil etadi. Qolgan kamchiliklarga roziman. Keyingi ishlarimni inobatga olaman. Rahmat, o'tiring. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi ishni muhokama qilishga o'tamiz. So'z rasmiy yakuniy texnika fanlari doktori professor Manfajayev Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hammaga o'tgan 2026 yil bilan chindan tabriklayman. Sizlarga kelayotgan yilgi faqat baxt, omad, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, olsin. Yunuslariy va Kamola Isakjonovani gaz va suyuqlik tozalash uchun teplanish ta'sirida qatlam shaklidagi g'ovatli o'tkazuvchan materiallar olish texnologiyasini ishlab chiqarish mavzusidagi 05.01 Toshkent soha materialshunoslik, quymachilik, metallarga texnik va bosim ostida ishlov berish, qora rangli va noyob metallar metallurgiyasi ixtisosligiga, texnika fanlar bo'yicha bakalavriat ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishiga rasmiy ahamiyat taqdiri. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, kunli metallurgiya yo'li bilan yuqori ekspluatatsion xususiyatlariga ega bo'lgan konstruksion, friksion, antifriksion materiallardan bir qatorda sifatli arzon narxlarda g'ovatli o'tkazuvchan materiallar, ya'ni filtrlarni olish alohida o'rin egallaydi. Hozirgi vaqtda filtrlar ishlash samaradorligi yuqori bo'lgan fizik, mexanik, ekspluatatsion xosalari an'anaviy uslubda olinayotgan izotrop strukturali filtrlarga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega bo'lgan anzitrop strukturali filtrlarni olish texnologiyalarini takomillashtirish va ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahonda sanoatning barcha sohalarida ishlatiladigan ekspluatatsion xususiyatlar bir qatorda afzalliklarga ega bo'lgan ekologik va kimyoviy toza bo'lgan mahsulotlar, filtrlar olish texnologiyalarini yaratish ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Tadqiqotlar asosan iqtisodiy samarali filtrlar olishda, fizik, mexanik, texnologik, shuningdek ekspluatatsion xususiyatlariga ta'sir etuvchi g'ovatlik, g'ovat o'lchami, yuzning sirt maydoni, o'tkazuvchanlik va mexanik mustahkamlik kabi xossalardan iboratdir. Shuning uchun yuqori xususiyatlarga ega bo'lgan anzitrop strukturali massivligida suyuq va chuqur tozalashga mo'ljallangan filtrlar olish texnologiyalarini takomillashtirish va ishlab chiqarish alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotning maqsadi qatlam shaklida temperat usulni ta'sir ettirib, g'ovatli o'tkazuvchan materiallar olish texnologiyasini ishlab chiqarish. Tadqiqot natijalari ilmiy va amaliy ahamiyat. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shundan iboratki, anzitrop tuzilishi yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan
ya'ni suyuqlik va gazlarni chuqur tozalovchi filtrlarni yaratishda tebranma harakat ta'sirida filtrlanish asosiy xususiyatlarini bog'lovchi model. Tebranma harakat parametrlari ta'sirida metall qutularining o'lchamlari, shakli va og'irligiga qarab ularning izlanishi, bo'linishi va zonalar aniqlangan. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati mahalliy, tabiiy va ikkilamchi resurslar asosida yaratilgan antitrop tuzilishining yuqori fizik, mexanik, ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan, ya'ni suyuqlik va gazlarni chuqur tozalaydigan, traktor sochlikda, ichki yo'nil dvigatellarning yoqilg'i moylari va havosini tozalashda, kimyo oziq-ovqat sanoatida gaz va suyuqliklar tarkibidagi erimaydigan mayda zirhlarni tozalashda, neft, gaz va metallurgiya filtrlar olishning texnologiyalarini ishlatishga xizmat qiladi. Dissertatsiyaning kirish qismida dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurligi asoslangan, maqsad vazifalar aniqlashtirilib, shakllantirilgan, tadqiqot obyekti predmet ko'rsatilgan. Filtrlarning hozirgi asosiy turlari, xususiyatlari, olish usullari va qo'llash sohalari deb nomlangan birinchi bobida havotiy o'tkazuvchan materiallar, filtrlarning hozirgi holati, asosiy turlari, xususiyatlari, olish usullari va uning sohilib bo'yicha chuqur analizlar tahlil o'tkazilgan. O'tkazilgan analizlardan tahlilga ko'ra yuqori ekspluatatsion xususiyatlariga ega suyuqlik va gazlarni chuqur tozalashga mo'ljallangan filtrlar olishda ilg'or usullardan biri bu qatlam shaklidan tebranish usulida ta'sir ettirib filtrlar olish texnologiyasi bo'lib, chuqur tomonlama o'rganilmaganligi sababli tadqiqotni asosiy vazifa qilib belgilab qo'yilgan. Dissertatsiyaning kunsi o'tkazilgan materiallarning va kurlarning xususiyatlarini o'rganish. Ikkinchi bobda tadqiq uchun ishlatilgan uskunalar, qurilmalar va texnikalarning tavsifi keltirilgan. Dissertatsiya ishini bajarishda zamonaviy fizik, kimyoviy usullar, metall qutularining qattiqligi, mikroqattiqligining hozirgi kunda eng tarqalgan tavsiya ko'rsatish mustahkamligi esa o'z bo'yicha zamonaviy demak o'sha anaqada demak zamonaviy priborlarda aniqlangan. Filtrlarni mexanik sinovlar Germaniyaning Zins hamda Angliyaning Easton 1195 markali sinov mashinasida amalga oshirilgan. Olingan natijalar matematik statistikasi, revizion tahlili va tajribaning matematik nazariyat usullari bilan qayta ishlatilgan. Filtrlar olishda pul zarrachalar aralashmasining tebranma harakat ta'siri orqali strukturasini boshqarish jarayonini nazariy asoslashga bobida katta massali zarracha kichik zarrachadan katta bo'lsa, bu holda massasi m zarrachasi atrofida tebranishlar jarayonida bo'shliqlar paydo bo'ladi. Ular tortishish kuchi ta'sirida boshqa og'ir zarrachalar saralanadi. Bu ularning konsentratsiyasini oshishiga olib keladi. Mayda zarrachalar katta zarrachalar tagida hosil bo'lgan bo'shliqni to'ldira boradi va katta zarrachalarning faoliga ko'tarilishga majbur qiladi. Shu tariqa zarrachalarni bo'linish vibratsiyasi holati yuzaga jarayon nazariy jihatdan asoslangan formulalar bilan demak izohlangan. Qolipga qutullarni ketma-ket solish va tebranma harakat ta'sir ettirib yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan filtrlar ishlab chiqarishda tadqiqotlar deb nomlangan 4-bobda turlar o'lchami va hajmi minimal bo'lganda eng yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan filtrlar olish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan va jarayonni optimal rejimlar aniqlangan. Tadqiqot sonlarini kamaytirish maqsadida matematik modellashtirish qo'llanilgan. Aniqlangan optimal rejimlar asosida yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan antitrop strukturali filtrlar chiqishning texnologiyasi ishlab chiqilgan. Qolipga qutullarni ketma-ket solish va tebranma harakat yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan filtrlar olish texnologiyasini ishlab chiqish amaliy tatbiq deb nomlangan 5-bobda qolipga qutullarni ketma-ket solish, tebranma harakat ta'sir ettirib yuqori ekspluatatsion xususiyatlarga ega bo'lgan
Anzikrostrukturaning sanoat namunalari olingan. Metal kurlari asosida ishlab chiqarilgan suyuqlik va gazlarni chuqur tozalaydigan filtr elementlari Farg'ona viloyati Ko'vat tumanidagi Suv va Masfix MTP korxonasida MTZ-80 va TTZ-80 11 rusumli traktorlarning dvigatellari bor filtrlarga taqdim etilgan. Natijada ishlab chiqarilgan filtrlar elementlarining ekspluatasyon xususiyatlari an'anaviy usulda olingan filtr elementlariga qaraganda demak 2 barobar muddati 2 barobar oshgan. Sinov natijalariga ko'ra ishlab chiqarilgan texnologiyada olingan filtr elementlarining o'tkazuvchan koeffitsiyenti va tozalash ko'rsatkichi 3 barobar. Mexanik mustahkamlik va samaradorlik tarkibida 2 barobar oshganligi, moy tarkibidagi qattiq zarrachalarni yig'ish qobiliyati 3 barobar oshganligi aniqlangan. Yangi texnologiya bo'yicha olingan filtr elementlari an'anaviy usulda olinganga qaraganda ishlab chiqarish va ekspluatatsiya xarajatlar 20% kamaydi. 20 ta TTZ 80-11 rusumli traktor dvigatellarga filtr elementlarining yillik iqtisodiy samaradorligi 12.314 ming so'mni tashkil etgan. Tadqiqot natijalari ikkita anjumanlarda, xususan respublikada ikkita xalqaro ilmiy amaliyot ma'lum qilingan, muhokama o'tkazilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 22 ta ilmiy ish tashkil etilgan. Ulardan O'zbekiston Respublikasi Qonun Asosiy komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyaga asosiy ilmiy natijalarga tushuntirishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 16 maqola, jumladan 15 tasi ijroga, bittasi qonun usullarda nashr qilingan. Dissertatsiya ishida yashagan bilan bir qatorda ayrim kamchiliklar va takliflar berildi. Birinchisi, dissertatsiya ovatli o'tkazuvchan materiallar, filtrlarni o'rganishdagi asbob-uskunalar, materiallar xarakteristikalari keltirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi, tadqiqotning obyekt sifatida olingan bronza markasi, ya'ni bir markali bronza yuqoriga belgilangan markali po'lat VT9 PTE markali tekar uskunalarni olingan va tadqiqotlar o'tkazilgan namunalar olingan. Lekin dissertatsiya namunalarini olishga texnologiyasi yetarli darajada yoritilmagan. Reforma materiallari ko'rsatilmaydi. Filtrlarning ekspluatatsion xususiyatlaridan biri o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti metr kubda o'lchangan va yerlarga asoslanmagan. Asoslar berishi zarurati bor. 5-havo orasidagi shakllangan anzikrob strukturali qatlamlarning juz'larga ko'rsatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Dissertatsiyani yozilishda ayrim stilistik va grammatik xatoliklar mavjud. Yuqorida keltirilgan kamchiliklar dissertatsiyaning ilmiy amaliy ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Doktorant Filsali va Kamolat Sakjonovning gaz va suyuqliklarni tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklidagi ovatli o'tkazuvchan materiallarning olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi 05-02-01 mashinasozlik, mashinasozlik, quymachilik, metallarga texnik bosim ostida ishlov berish, qora rangli metallurgiyasi hisobligidan texnika fanlari bo'yicha falsafa doktorlik darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi tugallangan ish bo'lib, o'zining farqidan nomusiy dolzarbligi, olingan natijalar ilmiy ilmiy amaliy ahamiyati va erishganligi bilan olgan statistikalar olish uchun olingan talablarga javob beradi. Quymachilik, metallarga texnik bosim ostida ishlov berish, qora rangli va noyob metallurgiyasi ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblangan. Katta rahmat. Fayzullo aka, mana shu ishni chuqur o'rganib, atroflicha muhokama qilib berganingiz uchun katta rahmat. Sizga ishlaringizga omadlar tilaymiz. Doktor katta professor Narxajayev Fayzullo Ramazonovning ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun tadqiqotchi Yunusali va Kamolat Sakjonovga marhamat. Kimyo fanlaridan Narxajayev Fayzullo Ramazonovich avtoritetini ko'rsatilgan kamchiliklarga birinchi keltirilgan kamchiliklarga dissertatsiya hajmi chegaralangan munosabati bilan
asbob uskunalar xarakteristikalari shart emas deb topildi. Ikkinchi savolga esa ularning ekspluatatsion xususiyati past bo'lganligi uchun dissertatsiyada batafsil kiritilmagan. Uchinchisi kukunlarni mahsulot olinganida 13 markali po'latdan press forma yasalgan. O'tkazuvchanlik koeffitsiyenti forma orqali topiladi. Oxirgi metr kvadratda, ya'ni yuzadan suyuqlik o'tkazadigan xarakteristika deb topildi. Balandligi katta parashyutda o'lchami ko'rsatilgan. Birinchisi yarim, ikkinchisi 0,75, uchinchisi 0,5 ga teng bo'lgan. Rahmat. Bo'ldimi? Rahmat o'qiring. Endi so'z rasmiy yakun texnika fanlari doktor professor Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovga. Eshitilyaptimi, Doniyorjon? Assalomu alaykum. Kelayotgan ayollar bilan marhamat, so'z Rahmat. sizga. O'zlaringizga ham. Agar ruxsat bersangiz, faqat o'sha zamechaniya qismini o'qib bersam. Marhamat. Doktorant Musaliyeva Kamola Isakjanovani gaz va suyuqlikdan tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklidagi g'ovakli o'tkazuvchan materiallarning olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi 05-02-01 mashinasozlikda materialshunoslik, quymachilik, metallarga termik bosim ostida ishlov berish, qora ayni noyob metallar metallurgik ixtisosligi bo'yicha texnika fanlari falsafa doktorlik darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishining rasmiy opponent taqrizi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligiga shubha yo'q. Bugungi kundagi o'sha undan oldingi fikrlar hammasiga qo'shilamiz. Dissertatsiya bilan tanishish natijasida bir qator yutuqlar bilan ayrim kamchilik va takliflar yuzaga keldi. Ularni o'qib berishga ruxsat berishni so'rayman. Birinchisi, ilmiy ishda tadqiqotning obyekti sifatida Birov 11 markali bronza kukuni, yuqori regirlangan PX180H 10 markali po'lat, BT9 va PTE markali titan kukundan olingan va tadqiqotga o'tkazilgan namunalar olingan, lekin ularning optimal kuydirib pishirish haroratlari batafsil ko'rsatilmagan. Ikkinchisi, taklif etilayotgan texnologiya bo'yicha konus va silindr shaklidagi mahsulotlar olishda maxsus qurilmalar talab etiladi. Uchinchisi, mahsulotlar olishda mahalliy va ikkilamchi xomashyolardan foydalaniladi deyilgan, ammo aniq qaysi xomashyo turlari aytilmagan. To'rtinchisi, g'ovaklar ichida kichik zarrachalar tufayli hosil bo'ladigan qatlamlarning balandligi millimetr yoki mikrometrda ko'rsatilmagan. Dissertatsiya yozishda ayrim imloviy va statistik xatolar mavjud. Yuqori keltirilgan kamchiliklar dissertatsiyaning ilmiy va amaliy ahamiyatiga ta'sir qilmaydi. Doktorant Musaliyeva Kamola Isakjanova gaz suyuqlarni tozalash uchun tebranish ta'sirida qatlam shaklidagi g'ovakli o'tkazuvchi materiallarni tanlab olish texnologiyasini ishlab chiqish mavzusidagi 05-02-01 mashinasozlikda materialshunoslik, quymachilik, metallarga termik bosim ostida ishlov berish, qora va ayni metallurgiyasi ixtisosligi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya tugallangan ilmiy ish bo'lib, o'zining hajmi, mazmuni, dolzarbligi, olingan natijaning ilmiy yangiligi, ilmiy amaliy ahamiyati, vazifalarni yechimi va oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishganligi bilan Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan ilmiy jarayonlar olish uchun qo'yilgan talablarga javob beradi va Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti fan va taraqqiyot davlat muassasasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSK 033012 2019K/T 0301 raqamli ilmiy kengashda himoya qilishga tavsiya etaman. Taqrizchi texnika fanlari doktori professor Xoliqulov, Olmaliq davlat texnika universiteti ilmiy ishlar innovatsiyalar bo'yicha prorektor vazifasini bajaruvchi. Katta rahmat sizga, sizga ham ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. Loyiq deb himoya qilishga loyiqmi? Rahmat. Rasmiy yakun texnika fanlari doktori professor Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich ko'rsatgan kamchiliklarga javob berishda so'z tadqiqotchi Yunusaliyeva Kamola Isakjanova. Hurmatli Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich, bu avtoriy hayotda ko'rsatilgan o'z minnatdorchiligimni bildiraman kamchiliklarga. Birinchisi, bu filtr materiallarini ishlab chiqarishdagi ularni optimal kuydirib pishirish harorati asosan 1200-1350 gradusni tashkil etadi. Ikkinchi savolingizga, albatta taklif etilayotgan texnologiya bo'yicha konus hamda silindrik shakldagi mahsulotlarni maxsus
qurilmalarda amalga oshirilgan. Uchinchisi, savolingizga ushbu filtr materiallarini ishlab chiqarishda mahalliy va ikkilamchi xom ashyolardan MSR kodlari hamda ishlab chiqarishdagi strujkalardan foydalanilgan. To'rtinchisi, g'oyatlar ichida kichik zarrachalar tufayli hosil bo'ladigan qatlamlar balandligi 3 santimetrni tashkil etadi, ya'ni 30 millimetrni tashkil etadi. Qolgan kamchiliklarga roziman, kelgusi ishlarimda inobatga albatta olaman. Rahmat, o'tiring. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi munozaraga o'tamiz. So'zga chiquvchilar bormi? Marhamat, texnika fanlari doktori, dotsent Halimjonov Tohir Halimjonov doktor. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Mana hozir Kamolxon Sagjonovni gaz va suyuqlarni tozalash uchun tebranish ta'sir qatlam shakliga bog'liq bo'lgan materiallarni olib chiqarishni ishlab ishlaydi. Aytishimiz mumkin, bu hozirgi gaz va suyuqliklarni tozalagan filtrlar yangi avlodda yaratildi deyish mumkin. Sababi hozir moy almashtirgan borsangiz, mashina asariga avtomobilda yaxshi moylar bo'lsa 6000 kilometrda yo bo'lsa 6 oyda deydi, keling deydi. Mana hozir muddatini aytyaptiki, bu traktorlarda 10 yil. Uni masalan avtomobillarda bo'lsa, shahar joylarda 10 yildan ancha oshib ketishi mumkin. Demoqchimanki, juda bu bir voqea filtr yaratildi. Yana bundan tashqari aytish mumkinki, mana suyuqliklar. Buni suvlarga oladimizki, haqiqatdan mana Toshkent shahrida filtr qo'yuvchi korxonalar bor, sotuvchi qo'yish mumkin ichimlik suvlariga. Lekin mana ulardan masalan shu filtrlar qo'yib qo'yildi. Bu hamyonbop filtr yaratilyapti. Hamyon hamon. Shuning uchun bu shu jihatda bog'san. Shunda ayol boshida shunday ishlar qilgan, masalan haqiqatdan katta ishlar qilingan. Demoqchimanki, yana bitta narsa aytmoqchimanki, hozirgi Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov avtosanoat raisi bu ishga aytgan, kechda oldin. O'zbekiston yirik avtomobil korxonalari anaqasi, avtomobillar ko'p avtomobil chiqaradigan respublika mamlakatga aylanadi. Yaqin yillarda 1 million dona avtomobil chiqaramiz degan. Bu yaqin degan. Men demoqchimanki, bir yilda 1 million avtomobil chiqaramiz degan. Hammasi shu filtrlardan qo'yadigan bo'lsa insonlar. Demoqchimanki, mana o'zim 96-yilda birinchi avtomobil chiqargan bo'lsa, shundan beri shu o'zimiz O'zbekiston avtomobil minaman. Moy filtrlaridan. Mana buni aytish mumkin, yana bir tomoni bu filtr universal. Mana hozir metanda yurgan mashinalar, propanda yuryapti. Bu hammasini tozalash mumkin. Bitta universal voqea filtr yaratilgan. Demoqchimanki, Kamolxonga omad tilayman, ayol boshidan ona bo'lib turib, o'zi oliy ta'lim bilan ish boshlagan ekan, mana shu ishlar qilgan. Masalan, domlasi ham yaxshi inson, shu ilmiy ta'limga bo'shayotgan olim, mana haqiqatan bu odamni yo'l yaxshi ishlar qilingan. Demoqchimanki, bu tez orada patent olib, mana shu fikrlarni korxona tajriba o'zlari nima qilib bermoqchi, juda katta ishlarga erishish mumkin. Shuning uchun hurmatli ilmiy kengash a'zolariga iltimos qilaman, qo'llab-quvvatlaysiz. Mana oliy ta'limga yana bir yaxshi pedagogga tayyorlagan bo'linadi, ilmiy darajada omad tilayman. Sizlarga sog'lik salomat, yangi yildan tabriklayman. Hammangiz sog' bo'ling. Rahmat, topshiringiz, kelishlarga omad tilaymiz. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Texnika fanlari doktori, professor Solihov Nurmatilla aka. Yaxshi fikrlaringizni aytsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Mana hozir biz chiroyli ish ko'rdik. Bu ishda yangi bir filtrlarni yaratish, orqali atmosferani tozalash birinchi tomon. Ikkinchidan o'sha ko'pchiliklarni ichki yong'in dvigatelini ishlash muddatini uzaytirish to'g'risidagi bir ishni eshitdik va yong'in dvigatellardan tashqari atmosferani, ya'ni zararli changlarni ham tozalashga ishlatish mumkin ekan. Agarda shularni tez kunda suvda ishlab chiqarishga insalar, albatta bu qattiq ahamiyatga ega bo'ladi. Respublikamizni iqtisodiyotini rivojlantirishga katta ahamiyat beradi. Shu
Shuning uchun ilmiy kengash a'zosi sifatida man bu ishni qo'llab-quvvatlayman va ilmiy kengash a'zolarini ham ijobiy ovoz berishlariga chaqirib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat Hurmat aka. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari yana so'zga chiquvchilar bormi? Agar yetarli bo'lsa, mana bir kavul gapirib o'tmoqchiman. Haqiqatdan mana hozir o'zlaringiz ko'rdingizlar. Hozir dissertatsiyamiz juda bir yaxshi ma'ruza qilib berdilar. Qolaversa, savol-javoblarga ham yaxshi javob berdilar. Bundan tashqari mana hozir ish juda dolzarb berilgan, mana hozir rasmiy apparatlarimiz ham ko'rsatib berdi. Mana hozir munozaraga chiqqan hurmatli domlalarimiz ham gapirib berdilar. Ayniqsa bu ishning dolzarbligining yana bitta xususiyati shundan iboratki, bu filtrlarni ishlab chiqish bilan bir qatorda nafaqat bu iqtisodiyotga, nafaqat mashinasozlikka, balki ekologiyaga ham katta bir juda yordam beradigan narsa. Chunki hozirgi paytda mashinalardan chiqadigan filtrlarning utilizatsiyasi juda katta muammo bo'lib turibdi. Ayniqsa hozir mashinaning juda jadal rivojda ko'payib borishi, ularning masalanki hozir moylaring sifatiga e'tibor beriladigan bo'lsa, o'sha dagardagi filtrlarning tez ishdan chiqib, o'sha ekologik muammolar ham uyg'otyapti. Mana bu filtrlarning amalga oshirilishi, ishlab chiqarilishining yo'lga qo'yilishi o'sha ekologik jihatdan ham o'sha respublikamiz miqyosida katta ishlarni amalga oshirishga sabab bo'ladi. Men o'zim qo'llab-quvvatlayman, qolgan ilmiy kengash a'zolarini ham qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Agar so'zga chiquvchilar bor bo'lmasa, yetarli bo'ladigan bo'lsa, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hozir biz sizlar bilan yopiq ovoz berish hisob komissiyasini saylashimiz kerak. Kimda qanday takliflar bor? Agar bizlarga yozma tushgan takliflarga yozma tushgan takliflarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hisob komissiyasi raisi etib texnika fanlari doktori professor Abed Nadirov Saidjonovni, komissiya a'zolari texnika fanlari doktori katta ilmiy xodim O'lmasov Usmonovich, texnika fanlari doktori katta ilmiy xodim yo'lchimiz Surayya Bahromovna. Marhamat, kimda ovoz berishlaringizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Hisob komissiyasiga ishga kirishingizni so'raymiz. 5 minut tanaffus.
Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi hisob komissiyasining raisi, texnika fanlari doktori, professor Sabir Nadra Sakjanovaga so'zni beramiz. Marhamat Nadra. Kengash raisi, hurmatli a'zolar, demak, Hisob komissiya majlisining bayonnomasini sizlarga o'qib beraman. Saylangan komissiya tarkibi texnika fanlari doktori professor Arif, texnika fanlari doktori Katerina Imasi va texnika fanlari doktori Katerina Luchiyeva. Komissiya Yunusaliyeva Kamol Janovlarning texnika fanlari olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlar soni kim saylangan? İlmiy kengash tarkibi 19 kishidan iborat. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolari 9 ta offline va 10 ta onlayn darda ishtirok etdi. 19 ta byulleten tarqatildi. Ovoz berish natijalari Yunusaliyeva Kamola Ishaqjonovlarning texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 10 ta, ya'ni 100% qarshilar yo'q, yararsizdir, topshirgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiya raisi Abid, komissiya a'zolari Qo'ymas Yunusaliyeva. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi tasdiqlashga o'tamiz. Marhamat, ovoz berishni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli dissertantimiz Yunusaliyeva Kamol Ishaqjonovna, sizni tabriklaymiz. Ishlaringizga omad tilagan holda so'zni sizga beramiz. Shu so'zilgan raisimiz Ne'mat Kasadovich o'zini darjini bildiraman. Moderatorga rahmat aytaman. Vasila va muhaddisa rahmat yaqinda yordam berganingiz uchun. Rasmiy opponentim Donajon sizga ham rahmat. Barcha menga yordam bergan fan va taraqqiyot muassasalariga xodimlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizda ishtirok etayotgan domlalarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ya'ni rais sizga ham o'z Tursunboyga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat aytib qolaman. Katta rahmat, ishlaringizga omad. Yaqindan yordam bergan ustozga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Rahmat, sizga ham ishlaringizga omad, ishlaringizni davom ettirishingizni tilab qolaman. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, amaliyotda qo'lingizda kengash xulosasining loyihasi bor. Ana shuni muhokama qilishga o'tamiz. Kimda qanday taklif bor? Marhamat. Asos qilib olinsin. Xulosaning loyihasini tasdiqlash uchun ovoz berishlaringizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Xulosa loyihasiga agarda kimda qanday takliflar bo'lsa, ilmiy kotibga yozma ravishda berishlaringizni so'rayman. Endi hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertatsiyaning unga qo'yiladigan talablarga talablaridan qay biriga mosligini ko'rib chiqamiz. Birinchi, dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. Bir. Ikkinchi, dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 2.1. Dissertatsiya natijalarining qiymati. 3.2. Dissertatsiya mavzuining ilmiy tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi. 4.2. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiyaning natijalaridan qay miqyosda foydalaniladi. 5.2. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiyaning natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. Xulosaning loyihasini tasdiqlash uchun ovoz berishlaringizni so'rayman. Marhamat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli Zoomda qatnashayotgan ustozlar, ilmiy kengash a'zolari, hammalaringizga omad, oilaviy baxt, farzandlarning kamolini ko'rib yurishni tilagan holda bugungi yig'ilishimizni tugatamiz. Ertaga soat 11 da yana ertaga yig'ilishimiz bor. Oxirgi yig'ilishimiz bu yil hisobidan o'shanga endi xudo xolasa hammalaringizning faol qatnashlaringizni so'rab qolamiz. Katta rahmat hammalaringizga. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Xudo xolasa.
Ya.